هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Al-A'raf 32. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dövende diktanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Al-A'raf suresinin ki 32. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Aytqin ki Allah bendiler üçün yaratgan libaslarni, şirin, pak rızıklarni kim halal kıldı? Kim haram kıldı? Aytqin ki Allah bendiler üçün yaratgan libaslarni, şirin, pak rızıklarni kim haram kıldı? Aytqin ki ular bu dünyada müminler üçün yaratılgan. Gerçi ularga kuffarlar şirk bolsa-mu, ahirette bolsa müminlerge xastır. Allah'ın bir ve şirk yok ekanligini biladigan kavm üçün ayetlerini moşundaq tefsili bayan qildimiz. Allah Teala çeklimisimu bazı yemek, içmek yoki kiyim-kecheklarni öz xohishlari boyunca özleriga haram qilib olgan kishilarga Allah Teala raddiya berib mundaq deydi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, özlerinin buzuq qarashlari ve xohishlariga asoslanib Allah Teala'nın nazu ne'matlarini haram deb qaragan mushriklarga aytqinki, Allah bendeler üçün yaratgan libaslarni, şirin, pak rızıklarni kim haram kıldı? Yani dünyada gerçek kafirler şu nazı nimetler ve kiyim-kecheklerini yaxşı görgenlikten o nesillerde müminlerge şirk bulup alsımı, aslida o nesiller müminler üçün yaratılgandır. Şuna kıyamet günü bu nesiller fakat müminlerge berildi. Kafirlar bolsa o nesillerde müminlerge hergiz şirk bulanmaydı. Çünkü kafirlar nazı nimetlerinin cayı bolgan cennetten mahrum kılıngandır. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ular aytqin ki Rabbim aşkara ve yoşurun yaman işlarının hemmisini, günahlarını, kişilerge nahaq çıkılışını, Allah'ın şirki boluşqa, Allah hiç qandaq delil düşürmegen narsalarni Allah'a şirik keltirishni, özаңlar bilmaydigan narsalarni Allah nomidan qalaymagan so'zlashni harom qildi. Yaman ishlar, Allah Teala'ga şirik keltirish, nahaqchilik qilish ve Allah Teala'ga bo'htan chaplash qatorliqlarning harom ekanligi to'g'risida. İmam Ahmed Abdullah'dan Peygamber Aleyhisselam'ın mundaq deganligini rivayet qiladi. Allah Teala kundeşligi nayt kuchli zatdir. Şuna oshkor yoshurun yaman ishlarning hammasini harom qildi. Maqtanishni Allah Teala'danmi bekrak yaxshi ko'radigan zot yo'qdir. Oshkor yoshurun yaman ishlarning bayoni to'g'risida biz Sure An'amda to'xtalib o'tgan edik. Günahlarni kishilarga nahaq chiqilishni, ya'ni o'ziga munosabatlik bo'lgan yomon ishlar va boshqalarga nahaqchilik qilish orqali qilgan yomon ishlarni harom qildi. Allohning shirki bo'lishqa, Allah hech qandaq dalil tushirmagan narsalarni Allohga shirik keltirishni, özаңlar bilmaydigan narsalarni Allah nomidan qalaymagan so'zlashni harom qildi. Ya'ni Allah Teala'ga shirik keltirishni, Allah Teala'nın balası var deganga o'xshash hech qandaq asosi bo'lmagan qalaymagan so'z bilan Allah Teala'ga bo'hton chaplashinglarni Allah Teala harom qildi.
Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: "Sizlar butlardan iborat nejisdan saqlaninglar." Payg'ambarlarini inkor qilgan har bir ummatning halok bo'ladigan muayyan vaqti bo'ladi. Halok bo'ladigan vaqt kelganda ular birdammi ilgari keyin bo'lmaydi. Ya'ni darhol halok bo'ladi. Ey odam bolalari, ishinglardan mening oyatlarimni sizlarga bayon qilib beradigan payg'ambarlarim kelganda taqvodorlik qilgan va amalini tuzatganlarga kelgusidan g'am qilish ketganga qayg'urish yo'qdir. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlar, uningga iymon etishga gadankeşlik qilganlar do'zax ahlidir. Ular hamisha do'zaxda qolgusidir. Allah Taala bu oyatlarda o'zlariga Allah Taala tarafidan kelgan payg'ambarni inkor qilgan har bir davr va har bir zamondagi kishilarning halok bo'ladigan muayyan bir vaqti bo'ladiganligini, agar shu vaqt yetib kelsa, halok qilinishning birdammi kechiktirilmaydiganligini bandalarga o'zining oyatlarini o'qib berib, ularga Allah Taalaning rahmati bilan xush xabar beradigan, azobidan ogohlantiradigan payg'ambarlarni avatildiganligini, kimiki ash payg'ambarlarga ergishib yomon ishlarni tashlab yaxshi ishlarni qilsa, uning kelgusidan g'am, qayg'u va endish qilishning bo'lmaydiganligini, kimiki ash payg'ambarlarga ergashmay Allah Taalaning oyatiga ishonmay va oyat ko'rsatib berilgani bo'yicha amal qilmasa, u kishining do'zaxda mangu qoladiganligini bayon qildi. Allahqa yolg'on chaplagan yoki uning oyatlarini inkor qilgandimmi zolim kishi bormi? Yoki uning oyatlarini inkor qilganlardimmi zolim kishi bormi? Ular Lavhul Mahfuzda yozilgan rizqdan va ajaldan o'z nasibisini ko'rdi. Hatta bizning farishtalarimiz ularning jonlarini ilish uchun kelgandimi, ularga Allohni qo'yib ibodat qilgan ma'budlaringlar qayerda deydi. Ular bizdan g'oyib bo'lib ketdi deydi. Ular kafir bo'lganliklariga o'zlarining ziniga guvohlik berdi. Ya'ni kafir bo'lganliklariga iqror qildi. Allah Taalaga bo'hton chaplagan mushriklarning o'z nasiblariga erishadiganligi va ularning ibodat qilgan butlarining o'lim kelganda ulardan ado juda bo'ldiganligi to'g'risida. Allohga yolg'on chaplagan yoki uning oyatlarini inkor qilganlardanmi zolim kishi bormi? Ya'ni Allah Taalaga yolg'onni chaplagan yoki uning oyatlarini inkor qilgan kishidan zolim kishi yo'qdir. Ular Lavhul Mahfuzda yozilgan rizqdan va ajaldan o'z nasibisini ko'rdi. Bu oyatning ma'nosi haqida Muhammad ibn Ka'b zolimlar Lavhul Mahfuzda yozilgan ish harakatlarini, rizqlarini va umrlarini ko'rdi dedi. Rabi ibn Anas va Abdurrahman ibn Zaydmi shuning o'xshash dedi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, Allohga yolg'onni chaplaydiganlar haqiqatan do'zax azobidan qutula olmaydi. Ular bu dunyodan ozgina vaqtli bahramand bo'ladi. Ondan ular hisob berish uchun bizning dargohimizga qaytadi. Ondan kafir bo'lganliklari sababidan ularga qattiq azobni tetitimiz. Kimiki kafir bo'ladi ekan, uning kufri seni qayg'uga solmasin. Ular bizning dargohimizga qaytadi. Ularga dunyodagi qilmishlarini aytib beramiz. Allah haqiqatan ularning dillaridagini bilib turuvchidir. Ularni dunyodan ozgina muddat bahramand qilamiz. Hatta bizning farishtalarimiz ularning jonlarini elish uchun kelgandimi, ularga Allohni qo'yib ibodat qilgan ma'budlaringlar qayerda deydi.
Yani Allah Teala bu ayette periştilerinin, müşriklarning canlarını ilip dozaq tarafga qarab manganda ularga sizlarning dunyodagi cheg'inglarda Allah Teala'ga şerik qilib olgan, uningdan hojitinglarni tilagan va Allah Teala'ni qo'yib uningga ibodat qilgan ilohlaringlar qayerda? Ularni chaqiringlar, ular sizlarni bu holinglardan qutqizsin deydiganligidan xabar berdi. Ular mundaq deb javob berdi. Ular bizden g'oyib bo'lib ketdi. Ya'ni ular bizden ada juda bo'ldi. Biz ularning bizga foyda yetkazishini va yaxshilik qilishini umid qilmaymiz deb ular kafir bo'lganliklariga o'zlarining ziniga guvohlik berdi. Ya'ni kafir bo'lganliklariga iqror qildi. Allah ayetlerini inkar qiluvchilarga aytadi. Sizlardan ilgari o'tgan jinlardan va insonlardan bo'lgan kafir ummatlar bilan birlikda do'zaxga kiringlar. Har qachon bir ummat do'zaxga kirdikan, u o'zidan ilgariki ummatga uningga agishib gumroh bo'lganligi uchun la'nat o'qiydi. Ularning hammasi do'zaxga kirib bo'lib jamlashganda ularning ichidagi keyin kirganlar, ya'ni agash kishilar ilgari kirganlarga, ya'ni boshliqlarga qartib, ey Rabbimiz, bular bizni ozdirgan, ularga ikki assi do'zax azobi bergin deydi. Allah hammaga ikki assi azob beriladi, lekin sizlar azobning dahshatini bilmaysizlar deydi. Ularning orasidagi ilgirikilar keyinkilarga sizlarning bizdan hech qanday ortiqchiliginglar yo'q. Ya'ni gumrohlikda va azobga tegishli bo'lishda bir-birimizga o'xshaymiz. Qilmishlaringlar tufaylidan azobni tetinglar deydi. Do'zaxga kirganlarning bir-biri bilan jidallashib o'zaro la'nat etishadiganlik to'g'risida. Allah Teala o'ziga bo'hton choplagan va oyatlarini inkor qilgan mushriklarga tuvendikidek deydiganligidan xabar berdi. Allah Teala oyatlarini inkor qilganlarga aytdi. Sizlardan ilgari o'tgan jinlardan va insonlardan bo'lgan kafir ummatlar bilan birlikda do'zaxga kiringlar. Har qachon bir ummat do'zaxga kirdikan, u o'zidan ilgariki ummatga onunla agishib gumroh bo'lganligi uchun la'nat o'qiydi. Bu oyatning ma'nosi İbrahim alayhissalomning o'zining odamlarga degan so'zini bayon qilib kelgan tuvandagi oyatning ma'nosiga o'xshaydi. Ondan qiyomat kuni ba'zinglar inkor qilasizlar. Ba'zinglar la'nat o'qiysizlar. Ya'ni qiyomat kuni mazkur do'stlik düşmanlikka aylandi. Ayni vaqtda agash kuchilar azobni ko'rib, agash kuchilardan ayni vaqtda agash turguchilar azobni ko'rib, agash kuchilardan juda bo'ladi. Ularning o'zaro munosabati, ya'ni dunyodagi do'stligi uziladi. Agash kuchilar Kaşki bizlerge dünyada qaytishqa bolsa idi, kaşki bizlerge dünyaya qaytishqa bolsa idi, ular bizden ada juda bolgandek, bizmi ulardan ada juda bulatdiq deydi. Allah ularga yaman işlerinin hasret bo'ladiganligini mushundaq ko'rsatdi. Ular do'zaxdan chiqolmaydi. Ularning hammasi do'zaxga kirib bo'lib jamlashganda, ularning ichidagi keyin kirganlar, ya'ni agash kishilar ilgari kirganlarga, ya'ni boshliqlarga qaratib, ey Rabbimiz, bular bizni ozdirgan, ularga ikkisi do'zax azobi bergin deydi. Ya'ni bu agash kishilarning agash turguchilarga qarata degan so'zdir. Chunki agash turguchilarning jinoyati ig'ir bo'lganligi uchun
ergashkichilardan burun do'zaxga hukm qilindi. Ergashkichilar do'zaxga hukm qilingandan keyin ularning ustidan Alloh taologa shikoyat qilib, ey Rabbimiz, bular bizni azdirgan, ularga ikkisi do'zax azob bergan deydi. Chunki ergashkichilarning haq yo'ldan izib ketishiga sababchi bo'lgan. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: do'zaxda ularning yuzlari turilib ketadigan kunda Kaşki biz Allah'a itaat qilgan bo'lsaqchu, payg'ambarga itaat qilgan bo'lsaqchu deydi. Ular Rabbimiz biz haqiqatan boshliqlarimizga, kattalarımızga itaat qildik. Ular bizni to'g'ri yo'ldan ozdirdi. Rabbimiz ularga azobni 2 hassi bergan va ularga qattiq la'nat qilgan deydi. Allah hammaga 2 hassi azob berdi. Hammaga 2 hassi azob berildi. Lekin sizlar azobning dahshatini bilmaysizlar deydi. Ya'ni biz shunda qildik va har bir guruhni ularning qilgan yomon amallariga qarata jazoladik. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: kafir bo'lganlarga va kishilarni Allohning yo'lidan, ya'ni dinidan to'sqanlarga ularning qilgan buzg'unchiliklari uchun azob ustiga azob qo'shib, ziyoda azob qilamiz. Ular o'zlarining yuklarini va uningga qo'shib boshqa yuklarni, ya'ni o'zlarining gunohlarini va ozdirganlarining gunohlarini ustiga oldi. O'zlari tarafidan bilmasdan ozdirilganlarning bir qism gunohlariga o'zlari javobgar bo'lishlari uchun yuqorqi bo'hton so'zlarni qildi. Ularning javobgar bo'ladigini nima degan yomon. Ularning orasidagi ilgirkilar keyinkilarga, ya'ni agash turguchilar, agash kuchilarga sizlarning bizdan hech qanday ortiqchiliginglar yo'q. Ya'ni gumrohlikda va azobga tegishli bo'lishda bir-birimizga o'xshashmaymiz. Qilmishlaringlar tufaylidan azobni tetinglar deydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Suddi mundaq deydi: sizlarmu biz ezib ketgandek ezib ketdinglar. Shunga sizlarmu bu qilmishlaringlar tufaylidan azobni tetinglar deydi. Bu ishlar ularni hisob olish uchun bir yerga to'plaganda yuz berdi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: cho'ngchilik qilganlar bo'zaq qilinganlarga, sizlarga hidoyat kelgandan keyin biz sizlarni uningdan to'sdikmi? Hargiz to'smadik. Sizlar o'zinglar gunoh qilg'uchi bo'ldinglar deydi. Bo'zaq qilinganlar cho'ngchilik qilganlarga. Hargiz undaq emas. Sizlarning bizga kech kunduz qilgan hiyla-mekringlar bizni iymondan to'sdi. Öz vaqtida sizlar bizni Allohni inkor qilishga va uningga shirk keltirishga buyurdinglar deydi. Azobni ko'rgan chaqda ular har ikki guruh iymon etmaganliklariga ichida pushaymon qiladi. Kafirlarning bo'yinlariga taqoqlarni salamiz. Ularga faqat qilmishlarining jazosi berildi. Şübhəsizki bizden ayetlerimizni inkar qilgan ve ularga iman etishga gadankeşlik qilganlarga osmonning darvozasi ochilmaydi. Ya'ni ularning yaxshi amali ve duosi qabul bo'lmaydi. Toki to'gi yingnining to'shigidan o'tkicha ular jannatga kirmaydi. Ya'ni ular hargizmi jannatga kirmaydi. Gunohkorlarga mushundaq jazo beramiz. Do'zaxda ularning ostiga saladigan ko'rpsimi o'tdan, ustiga yepinadigan yotqinimi o'tdan bo'ladi.
Zalimlarga mushundaq jazo beramiz. Osmonlarning eshiklari Allah Taalaning oyatlarini inkor qiluvchilarga ochilmaydiganligi va ularning mangu jannatga kira olmaydiganligi to'g'risida. Shubhisizki bizning oyatlarimizni inkor qilgan va ularga iymon etishga gadankeşlik qilganlarga osmonning darvozasi ochilmaydi. Ya'ni ularning yaxshi amali va duosi qabul bo'lmaydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujahid va Said ibn Jubayr osmonning eshiklari ularning birer yaxshi amali yoki duosini kirgizmaydi deydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Avfi, Ali ibn Abu Talha va Savri qatorliqlar Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Osmonning eshiklari ularning ruhlarining ustunki osmonga ko'tarilishi uchun ochilib berilmaydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Suddi va boshqalarmi Ibn Abbasga o'xshash dedi. Bu rivoyatni tuvandagi hadis kuchlantirdi. Ibn Jarir Baro radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalom yomon kishilarning jonlari farishtalar tarafidan ilingandan keyin uning ruhini farishtalar osmonga ilib chiqishga mangadi. Bu ruh har bir farishtaning yenidan ilib o'tilganda ular u nima degan sesq ruh deb ruhning egisining dunyoda chaqiriladigan eng sat nomlarini tilga ilishidi. Ruhni ilib mangan farishtalar ko'tirib osmonga yetgan chaqda osmonning eshigining ochilishini talab qiladi. Eshik ochilmaydi deb shubhisizki bizning oyatlarimizni inkor qilgan va ularga iymon etishga gadankeşlik qilganlarga osmonning darvozasi ochilmaydi degan oyatni o'qidi. Bu hadis aslida Abu Davud, Nasa'i va Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan uzun bir hadisning bir qismidir. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Jurayj mundaq deydi. Osmonning eshiklari ularni yaxshi amallariga va ularning ruhlariga ochilib bermaydi. Osmonning eshiklari ularni yaxshi amallariga va ularning ruhlariga ochilib bermaydi. Ibn Jurayj bu so'zi bilan yuqorida bayon qilingan ko'z qarashlarni birlashtirdi. Taki töge yingnining to'shkidan o'tkicha ular jannatga kirmaydi. Ya'ni ular hargizmi jannatga kirmaydi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bu oyatning tögidan bu oyatdagi tögining butiliqini ko'z tutildi. Bu oyatdagi tögining butiliqini ko'z tutildi deydi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan yana bir rivoyatda buningdan erkak töge ko'z tutildi deyilgan. Do'zaxqa ularning ostiga soladigan ko'rpisimi o'tdan, ustiga yepinadigan yotqinimi o'tdan bo'ladi. Zalimlarga mushundaq jazo beramiz. Elhamdülillah, Allah şükürler olsun. Yuqorida Sur Al-A'raf tafsiridan 41. oyatgacha anladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.